Assalomu alaykum, Bag'dod uy bozor kuzatuvchilari. Mana ijaraga joy so'raganlarga ikkinchi etajda mana shu yetimizda ijara chiqdi. Bag'dod sentri mana bu tomoni Moskva ketish Oltiariq, bu tomoni mana Alla to'yxona Agrobank yonida ijaraga ikkinchi etajdan joy chiqdi. Ichkarisiga ham ikkinchi qavat mana sanuzali. Ikkinchi etajda mana chiqdik. Chiqqanimizda mana o'ng tomondagi xona, ikkita xonasi ijaraga beriladi. Dokumenti zo'r, ijaraga faqat suv, svet bor bu yerda. Betimiz 44 kvadrat mana Bag'dod sentrida zo'r. Mana bu xonasi ham 44 kvadratli xona, betimiz ikkita xona 22 kvadratdan mana tayyor xona ofisga, любой biznesga xohlaganga beriladi ijaraga. Egalarni domen qo'yib qo'yamiz. Bemalol telefon qilib murojaat qilaverasizlar. Bag'dod uy bozori, like, podpiska bosib qo'yamiz.